Hozir shu zararlarni sanab o'taman. Nimaga ham shu telefonni sotib oldim deb afsuslanib qolasiz. Birinchi bo'lib ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar. Telefon sizni miyangizga kuchli zarar keltiradi. Qisqa videolar sizni miya faoliyatingizni qisqa axborotlarga o'rgatib qo'yadi. Natijada nima bo'ladi? Diqqat pasayadi, xotira pasayadi. Siz uzoq, erkin fikrlay olmaydigan bo'lib qolasiz. Natijada sizga mana bu hayot tarzi juda ham zerikarli tuyulishi boshlaydi. Eng yomon ta'siri bu uyqu. Bilaman, ko'pchiliginglar kechasi bilan telefon ko'rib chiqasizlar. Natijada kech uxlaysizlar, uyqu sifatsiz bo'ladi. Ertalab turganingizda charchoq bilan uyg'onasizlar. Uyqu buzilishi nimaga olib keladi? Stressga olib keladi, qon bosimini ko'taradi, yurak kasalliklari xavfini oshiradi. Eng yomon ta'sirlardan yana biri telefonni bo'yin umurtqasiga ta'siri. Boshi engashtirib o'tirib, telefonga qarab o'tirilganda bo'yin umurtqasiga bosim oshadi. Natijada bo'yin umurtqasi osteoxondrozi, hattoki boshqa holatlarga ham olib kelishi mumkin. Eng qo'rqinchlisi, bu o'zgarishlarni ko'pchilik telefondan deb o'ylamaydi. Izohlarda yozib qoldiring. Siz kuniga necha soat telefondan foydalanasiz? Videoni yaqin tanishlarga jo'natib qo'yinglar.